Sadiya, bugungi dasturimizni oddiy yangilik bilan emas, balki butun dunyoni lol qoldirgan o'zbek san'atining jahon arenasidagi g'alabasi bilan boshlamoqchiman. Yaqinda Bryusselda eng nufuzli musiqa tanlovlaridan biri bo'lib o'tdi. Bu qirolicha Yelizaveta nomiga bag'ishlangan nufuzli tanlov bo'ldi. Demak, bilishimcha, o'zi bu yil aynan sahna to'liq violonchel navolarga bag'ishlandi. Aytish kerakki, shartlar juda qiyin edi va finalga chiqqan 12 nafar ishtirokchi, virtuoz musiqachi desak ham xato bo'lmaydi. Aynan tashqi dunyodan, telefondan, internetdan butkul uzilib, bir hafta davomida sirli qasrda izolyatsiyada yashadi. Va eng hayajonlisi shundaki, mana shunday ijodiy va psixologik bosimlar ostida kechgan bahsda yosh vatandoshimiz, violonchel ustasi Dilshod Narzullayev ham o'z san'atini namoyon etdi. Va mana shu san'ati bilan butun dunyoni lol qoldirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, keling ko'p gapirib o'tirmaymiz va ilk lavhamizni tomoshabinlar e'tiboriga havola etamiz. Unda esa biz aynan shu yosh musiqachining Bryusseldagi ishtiroki haqida batafsil ma'lumot beramiz. Marhamat. Men Dilshod Narzullayev, Navoiy shahrida tug'ilganman. O'zbekiston sharafini himoya qilib, O'zbekiston maktabini ko'rsatganimga juda ham xursandman. Qirolicha Yelizaveta nomli violonchel tanlovida laureat bo'ldim. Dilshod Narzullayev. Musiqa olamida bu tanlovni sportdagi jahon chempionatiga qiyoslashadi va dunyoning eng yosh ijodkorlari yig'ilgan mana shu maydonda 28 yoshli hamyurtimiz xalqaro hakamlar hay'ati tomonidan yuqori baholandi. Uning mahoratiga tan berildi va buni yangi O'zbekiston uchun yana bir katta natija deyishimiz mumkin. O'zbekiston nomi jahon klassik musiqa sahnalarida yangradi. Bu tanlovda O'zbekiston sharafini himoya qilib, O'zbekiston maktabini ko'rsatganimga juda ham xursandman. Bu Yelizaveta tanloviga talabnoma yuborganlar soni 200 ga yaqin edi va shu 200 dan 64 nafar ishtirokchini jonli ijro qilishga Bryussel shahridagi Flajey zaliga taklif bo'ldi va shularning qatorida edim. Keyingi bosqichga borib 24 ta ishtirokchi o'tadi va ular qatorida edim. Yarim finalda 24 ta nomzoddan 12 ta finalistlar bo'ladi va sharafli finalga o'tdim. Bu tanlov Margarita Long tanlovi yoki Vinyavskiy tanlovi yoki Chaykovskiy tanlovi bilan bir qatorda turadigan juda ham nufuzli tanlov. Dilshodbekka yutug'i laureat bo'lishi. Bu O'zbekiston violonchelistlarining ichida ilk bor. Birinchi bor bo'ldi bu. Respublikamiz musiqa san'atiga bir katta yutuq olib keldi. Dilshod Narzullayev Gilier nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida ta'lim oladi. Uning noyob iqtidori va mehnatsevarligi ilk sinflardanoq ustozlari e'tiborini tortgan edi. Musiqaga bo'lgan muhabbati, sahnadagi ishonchli ijrosi va doimiy izlanishlari kelajakda katta yutuqlar egasi bo'lishidan darak berardi.
Я помню, что в Италии Esimda, u Italiyadagi bir tanlovda ishtirok etgandi. O'shanda tashkilotchilar yonimizga kelib, bu bola biz bilan butun Italiya bo'ylab gastrol qila oladimi? Simfonik orkestr bilan chiqish qilsa deb so'rashgandi. U paytda Dilshod 6-sinfda o'qirdi. Ammo vizamiz atigi 10 kunlik bo'lgani uchun Italiyada uzoqroq qola olmadik. U mazkur tanlovda 100 ball to'pladi. Gazetalarda esa u haqida O'zbekistondan kelgan iqtidorli bola deb yozishdi. Shunday qilib, u 6-sinfning o'zidayoq O'zbekistonimiz va maktabimiz sharafini xalqaro maydonda munosib himoya qilib, yurtimizni tanitgan edi. Dilshod qo'lga kiritgan yutuqlarini sanaydigan bo'lsak, son sanog'i yo'q. Har yili kamida 2 ta tanlovlarda laureat bo'lardi. Ustozi Jahongir Akbarovich juda bir bag'ri keng, kuchli mutaxassis bo'lib o'tganlar. U inson tarbiyalagan o'quvchilari ketma-ket 6 tasi Amerika Qo'shma Shtatlariga borib ilm oldi. Ustozim bilan 8 yil Gilermo Baynda o'qigan bo'lsam, 18-asr Brahms, Beethoven va 20-asr musiqalari Shostakovich, Prokofiev musiqalarini 50-60% repertuarni ustozim Jahongir Akbarovich Ibragimov bilan o'rganganman, shularning ustida ishlaganman va shu yillar mobaynida 10dan 15dan ortiq xalqaro tanlovlarda qatnashib, nufuzli o'rinlarni olib va O'zbekistonda O'zbekiston Milliy simfonik orkestri bilan solniy konsertlar uyushtirganmiz. Qahramonimiz o'quvchilik yillaridayoq respublika va xalqaro tanlovlarda muntazam g'oliblikni qo'lga kiritib kelgan. 2009-yilda Toshkent violonchelchilar tanlovida kumush medal sohibiga aylangan yosh musiqachi keyinchalik Italiyadagi tanlov, Aleksandr Glazunov va Olmaota xalqaro tanlovlarining Grand Prix'sini qo'lga kiritdi. 2015-yilda esa respublika tanlovi g'olibi sifatida O'zbekiston violonchel maktabining eng istiqbolli yosh vakillaridan biri sifatida e'tirof etildi. Qirolicha Yelizaveta xalqaro tanlovidagi muvaffaqiyat esa Dilshod Narzulayevning mahoratini butun dunyoga namoyon qildi. Siz Qirolicha Yelizaveta tanlovida avval ham ishtirok etgansiz. Bu 2017-yilda, 8 yil avval bo'lgan. O'shanda juda yosh edingiz. Albatta hozir ham yoshsiz, ammo o'sha paytdan buyon sizda nima o'zgardi? For you today. Well, yeah, I remember coming the first edition. Ha, ishtirokim yaxshigina esimda. Adashmasam siz o'sha yerda edingiz. Rostini aytsam, hammasi bir lahzada o'tib ketgandek tuyuladi. O'shanda men faqatgina Kansas Cityda tahsil olardim. Keyin esa birdaniga shunday katta va nufuzli tadbir muhitiga tushib qoldim. Nimalar kutayotganini umuman bilmasdim. O'sha vaqtdan buyon sizda nima o'zgardi deb so'rayapsiz-a? Ha, vaqt o'tdi albatta. Inson yillar davomida tajriba to'playdi. Hayotni va musiqani boshqacharoq anglay boshlaydi. Menimcha eng katta o'zgarish ham shu bo'lsa kerak. Albatta u yerda juda ham batafsil ayta olmadim. Nimalar o'zgardi? Juda ham katta tajriba orttirdim. Yillar mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 yil mobaynida o'qidim. Bakalavrni u yerda Daniel Weiss chex o'qituvchi bilan hozirgi bo'lgan natijalarimda hissalari juda ham katta va undan keyin Boston shahrida Yangi Angliya konservatoriyasida Lawrence Lester degan o'qituvchi bilan, ular ham juda ham afsonaviy o'qituvchilardan biri. Hozir 88 yosh, haligacha dars beradi va shu o'qituvchi bilan 3 yil tajribamni oshirdim va boshqa Qo'shma Shtatlardagi va Yevropadagi boshqa nufuzli kamer festivallarida o'zimni ko'rsatdim. Bilasizmi?
Dunyo klassik musiqasining eng yosh iste'dodlilari Qirolicha Yelizaveta musiqa kapellasida tahsil olishni orzu qilishadi. Har yili bu yerga dunyoning turli nuqtalaridan kelgan 60-80 nafargina musiqachi, yosh iste'dodli musiqachilar saralab olinadi. Va eng quvonarlisi, mana shu saralangan yoshlar safida ilk o'zbekistonlik vakil bizning hamyurtimiz Dilshod Narzullayev hisoblanadi. Birinchi o'zbek bo'lib Qirolicha kapellasida hozir artist lavozimidaman va bu yerga kirish qanaqa bo'ldi? Juda ham qiziqarli voqea. Ularning e'lonini ko'rdim va ularga taklif bildirdim. Belgiyaga, Brusselga borib, jonli chalib berishim kerak edi. Shu ularni reglamentida bor edi. Lekin man Zoom orqali chaldim va ular meni qabul qilishdi. Dilshod sent us a video for entrance exam. Dilshod bizga qabul imtihoni uchun video yozuv yuborgandi. Viza masalasi sababli jonli tinglovga kela olmasligini aytdi. Shuning uchun istisno tariqasida uning videosi asosida hujjatlarni ko'rib chiqdik. Video orqali uning ijrosini tinglaganimizdan so'ng uni sinfimizga qabul qilishga qaror qildik. Uning chiqishi bizda katta taassurot qoldirdi. Dilshod juda musiqiy tafakkurga ega, intellektual darajasi yuqori ijrochi. Uning tasavvur doirasi keng va texnikasi juda ham mustahkam. Very good technique. Bugun dunyo O'zbekistonni faqat xaritadagi o'rni bilan tanimayapti. Xalqaro tanlovlardagi yuksak natijalar va dunyo sahnalarida yangrayotgan o'zbek nomlari mamlakatimizning yangi qiyofasini namoyon etmoqda. Finaldan keyin meni tabriklashga ikkita oila keldi, belgiyalik, va ular aytishdi menga, o'tgan hafta Toshkentda bo'ldik, O'zbekistonda bo'ldik, Samarqandda bo'ldik va hozir bu haftamiz bozorda finaldamiz, Qirolicha tanlovida seni ko'rdik. Juda ham xursand bo'ldik. Ularning taassurotlari juda ham katta edi O'zbekistondan. I'm becoming very big fan of Uzbekistan. Men O'zbekistonning katta muxlisiga aylanib bormoqdaman, chunki bu yerga 4-marta kelishim. Shu yillar davomida talabalarning mahorat jihatidan o'sib borayotganini ko'rdim. Daraja haqiqatdan ham yuksalib bormoqda. Bu faqat bolalarning iste'dodi bilan bog'liq emas albatta. Ular juda iqtidorli, ammo men o'qituvchilar va davlat tomonidan ham katta qo'llab-quvvatlash borligini his qildim. Men ularning mashg'ulot o'tishi, mashq qilishi va saboq olishi uchun juda yaxshi sharoitlarga ega ekanini ko'ryapman. Shuningdek, imtihonlar ham juda qat'iy. Talabalar jiddiy tayyorgarlik ko'rishlari kerak. Ular hatto ilmiy va tahliliy ham yozishadi. Masalan, men ishlaydigan universitetda bunday talab yo'q. Rostdan ham bu yerdagi musiqiy ta'lim va ijrochilik saviyasi juda yaxshi darajaga ko'tarilmoqda. Bu albatta O'zbekistonda bizani sohaga bo'lgan katta e'tibori natijasida bilamiz. Yaqinda davlatimiz rahbari san'at ahliga, madaniyat ahliga shunday bir imkoniyatlar yaratish to'g'risida farmonlar qabul qilindiki, katta yutuqlarni qo'lga kiritgan nufuzli tanlovlarda laureat bo'lgan o'quvchilarimizga 300 million darajasida pul beramiz, mablag' beramiz. O'qituvchilariga 100% ustama haqqi to'lanadi degan farmon chiqadi. Albatta bu bizni juda katta ruhlantiradi. Yana yangi ilhom olib biz o'quvchilar bilan birga ishlab boramiz. Dilshod Narzullayevning muvaffaqiyati ham mana shu katta o'zgarishlarning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Bugun O'zbekiston haqida turli tillarda, turli minbarlarda va turli qit'alarda so'z bormoqda va shubha yo'qki, bu e'tiroflar silsilasi hali davom etadi.